Assalom qeyrindishim. Tövəndə anlaydıqınız Yalqın Rozining "Mən nemişqa obzor yazıman" namlıq kitabidan ilingan əsər "Mən nemişqa obzor yazıman". Hər qandaq qalamkashning ijodiyat bilan shug'ullanishida muayyan muddasi bo'ladi. Ularning qimmat nishoni jihatdagi farq o'xshamagan ijodiyat muddasi bo'lib ifodalanadi. Bir obzorchi bo'lish sifatim bilan mening muayyan ijodiyat muddaim bor albatta. Men nemişqa obzor yozaman degan savol asosidagi bu muhokama va bayon mening ijodiyat muddaimdan bir qadar aniq uchur bera oladi. Men nemişqa obzor yozaman degan savolga o'ynashqandek javob berish oson, ammo o'qirmanlarni o'ylantirg'idek, boshqalar uchun ideya bo'lg'idek javob berish xeyli tas. Hammaga ayon, hozirgi adabiyot amaliyotida xilma-xil qarash va fikr iqimlari, har xil ijodiyat uslublari va adabiy iqimlar mavjud. Shundaqdimi har qandaq obzorchi hamon o'zi e'tiqod qiladigan ma'lum yetakchi ideya, prinsip bo'yicha tanqid elib boradigan bo'lg'ashqa, o'xshash bo'lmagan yo'nalishda o'z oldiga ish ko'radi. Men adabiyotni yaxshi ko'raman. Ham nihoyat ko'p kishilarning adabiyotni yaxshi ko'radiganligiga ishonaman. Gumanitar fan bo'lgan adabiyot sehriy kuchi kuchli soha. Jahon adabiyotining munbirida bir-biridan mashhur asarlar nihoyat ko'p. Bu mashhur asarlarni o'qishning o'zi bir xil boyqash, ya'ni asarda tasvirlangan tonish va notonish dunyoga qarata boyqash ham o'z vujudidagi yoshirin ma'naviy kuchni boyqashdir. Tegidakdan aytganda, bu odamga qarata boyqashdir. Adabiyotning sehriy kuchi ana shu yerda. Milliy adabiyotimizda kishini maftun qiladigan nihoyat esil asarlari bor. Hozirgi adabiyot ko'chisida yangi asarlar, yangi avtorlar doim uchrab turadi. Adabiy obzorchi bo'lish sifatim bilan adabiyotga ishtiyoq bog'lagan qalamkashlarga yaqindan diqqat qilib, asarlarini chomimning yetishicha o'qib, ularning adabiy iste'dodining qanchalikligini detlab, ijodiyat muddasini kuzatib turaman. Adabiyotdan iborat bu mehri issiq ko'chada xilma-xil adiblar uchraydi. Ularning badiiy iste'dodida ro'shan farq bo'lgandek, ijodiyat muddasidami ro'shan farq bor. Ba'zilarining adabiyotga ishtiyoqi haqiqatan kuchli bo'lsa-mu, lekin talanti kamchil bo'lg'ashqa poh degidek asarlarni yarata olmaydi. Ular tirishib yurib, nurg'un asarlarni yozadi. Men ularning tirishchanligiga qoyil bo'lsam-mu, ammo talabchan adabiy obzorchi bo'lish sifatim bilan talabdan yiroq asarlarga olqish yonta olmayman. Ijodiyat muddasida mujmallik bor. Yozmalari odatlikcha ba'zi avtorlarni gohida tanqidlashga majbur bo'laman. Gohida o'xshash avtorning o'xshashmagan asarlariga o'xshashmagan baho beraman. Ya'ni bir asarni muayyanlashtirsam, bir asarni inkor qilaman. Chunki obzor oldi bilan odamga emas, asarga yoziladi. Kim uchun, nima uchun asar yozdiganligini aniqlay olmay, arzimas narsalarni qo'g'lashib asar yozayotgan bo'libmi, o'qirmanlarni qaymoqtirib yurgan qalamkashlarning asarlarini ko'rganda tanqidiy ruhim urg'ib tashidi. Rostini aytsam, obzorchilikda ko'p hollarda tanqidlashga moyilman. Meningcha tanqid tanqidiy ruhga boy qalbning inkosi. Tanqidiy ruh mas'uliyatchan, prinsipchil pozitsiyani va mustaqil ijodiy tafakkur odatini shakllantiradigan qimmatli omil. Tanqidiy ruhning kamchil bo'lishi haqiqat izlaydigan ruhning kamchil bo'lishidan derak beradi. Tanqidiy ruh kamchil jamiyat yaxshichiqlar jamiyatidan iborat. Yaxshichiqlik kayfiyati quyuq jamiyatda chinlik bilan soxtalikning qimmati mujmallashtirib etilgan. Razillik bilan go'zallikning chegarasi orlashtirib etilgan bo'ladi. Bir eg'iz gap bilan aytganda, bundaq jamiyatda sopa to'van bo'ladi. Hayotiy kuch bo'lmaydi. Chunki bundaq jamiyatda muntazam prinsip, nopuzluq o'lcham bo'lmaydi. Mas'uliyatsizlik, beparvolik kayfiyati umumlashgan bo'ladi. Yolg'on yavida madhiya cho'qallari buning pushqaqlardan halqib, oshkora so'rinlarda g'azondek to'kilib turadi. Tanqidiy ruhga boy adabiy obzorchilikning chaklash kuchi shakllanmagan adabiyot sohasidami ahvol o'xshashli ichinarliq bo'ladi. Asosi yo'q, ilmga xilof, atalmish odamgarchilik ruhi bilan sug'urilgan madhiya va maqtashlar sifat ingiga ega kishilarni bakli beyaram qiladi. Ammo
maqtançaqlıq xumari kuchlik atalmış qalamkashlarni rasa samirtidi. Bundaq kelsi-kelmas maqtab uçurishlardan mast bo'lgan ba'zi adiblar o'zini to'g'ri mo'ljallayamay, o'ziga mabdum bo'lish kesligiga giribtor bo'lib qoladi. Natijada pishqan ideyasi, mustahkam mavqasi, tarozi bosqudek vazni yo'q oddiy adiblar mashhurlik da'vosi qilib, qilmag'ini qolmaydi. Shuning bilan chokinlik ko'paydi. Obyektiv chinliqqa qilcha uyg'un kelmaydigan bir-biridan yo'g'on quruq gaplar go'yo sulyav xaltidek hamma yerda ko'zga chiliqib turadi. Mushundaq madaniyat havosida mas'uliyatchan, prinsipchil kishilar tanqidiy ruhni bakmi seg'inadi. Tanqidiy ruh degan nima? Buningga tadqiqotchi Li Changji mundaq javob berdi. Bu haqqoniylik tuyg'usidir. Haq nahaq ustida mujmallik qilmaydi. O'tkazib etmaydigan hukm iqtidori va surishtirish xususiyati. Yaxshi narsalarga nisbatan cho'nqur egilash va uni har kimga tashviq qilib umumlashtirish qizg'inligiga ega bo'lish. Razillikka nisbatan sabr qila olmaslik, uningga bor kuchi bilan hujum qilib barbod qilishdir. Uning ifodasi samimiylik, tuzlik, qaysarlik, rostchillik, jasurlik, kaskinlik, ixchamlik, mo'l hayotiy kuchga ega bo'lishdir. U chekinmay kurash qiladi. Shundaqla kishilarning chekinmay kurash qilishiga yetakchilik qiladi. Adabiy obzorning amaliyotda ko'proq yuzlandig'ini tanqidlash, ya'ni yetarsizlik va masalalar ustidagi rad qilish, inkor qilish xarakteriga ega tahlil va baho. Haqiqiy obzor jiddiy munozara, murassassiz ideyaviy ilishishdan derak berdi. Bu adabiy obzorning o'ziga xos shakli. Shunga u alohida va murakkab madaniyat faoliyati hisoblanadi. Uning intiladig'ini estetikalik qizg'inlik va idrokiy yuksaklik. Munozara kayfiyatining sus bo'lishi yoki bo'lmasligi oydinlashtirishga tegishli jiddiy masalalarni mujmal holatda qoldirdi. Sapsata, uydirma va soxtalikni bozorga ega qiladi. Munosib ilmiy talash tortish va yo'lliq bas munozara shakli haqiqatni oydinlashtirib, sifatli asar bilan sifatsiz asarlarni ayiradi. Sog'lom, hayotiy kuchga to'lgan bir jamiyat hamisha tanqidga kam qo'rsoq muomala qiladi hamda o'zini sog'lom, kuchli tanqid ruhini yetildirishga tirishadi. Normal bas munozirni xato tushunib bilish madaniy jamiyatning belgisi emas. Madaniy jamiyatning bir ro'shan alohidligi shuki, bundaq jamiyat tanqid va gumonlanish ruhini quvvatlaydi. Haqiqiy ziyoli yuksak tanqid ingiga va kuchli tanqid qobiliyatiga ega bo'ladi. Qarg'ularcha madaniy naqshlarini yangratmaydi deb qaraydi. Shunga haqiqiy obzor qaynoq munozara tusidagi dialog va talash tortish bo'lishi kerak. U munozara uchun munozirlashmay, balki haqiqat uchun munozirlashishi lozim. Chunki adabiyot to'g'risidagi barcha ishonchlik bilish va hukmlarga o'xshashmagan subyektlar o'rtasidagi qarshilashish xarakterlik suhbat va almashtirish orqali erishiladi. Adabiy masalalar to'g'risidagi bilish va egilashlar o'xshashmagan subyektlar o'rtasidagi o'zaro tanqidiy va idrokiy munozaraning natijasi. Adabiy obzor bir xil suhbatlashish bo'lg'achqa, subyektlar o'rtasidagi ayrilish va qarshilashish munosabati shakllantirishni talab qiladi. Shundaq bo'lganda, ondan haqiqiy ma'nodagi suhbatni shakllantirgili bo'ladi. Bu kishilarning o'xshashmagan qimmat va qiziqish to'qinishi ichida masalani texmi atrofli ko'rsatib, texmi to'liq muhokama qilishiga foydali. Ilmiy ruh kamchil. Tanqid ruhi sus bir jamiyatda kishilar obzorchilar bilan yozuvchi shoirlarning to'qinishib kelishidan bak ansiraydi. Amaliyotda ansirashga to'g'ri kelsa, ularning ig'iz burun yalishib, bir-birini maqtab uchirishidan ansirash kerak. Fransiyalik mashhur yozuvchi va adabiy obzorchi Albert Thibaudet adabiy obzor haqida 6 mulohiza degan asrda sharhlagandek, talash tortish adabiyotning jini. Bundaq talash tortish bo'lmasa, obzorchilik halok bo'ladi. Adabiy obzor mohiyatidan aytganda to'qinish muhitida yuz beradigan va qanot yoydiriladigan ma'naviy almashtirish faoliyati.
Adabiy obzor konkret yozuvchi yoki asarlarga qarata bilish va baholash qanot yoydiriladigan qalb bilan qalbning ko'rishi. Bundaq alohida shakldagi ilishish natijasida obzorchilar bilan yozuvchilarning ruhiy o'zgarishi intayin kuchli bo'ladi. Faqat shundaq bo'lgandala biz ondan yozuvchi va asarga bo'lgan ishonchlik bahoga ega bo'la olamiz. Shuni alohida eskartib qo'yish kerakki, adabiy obzorchilik amaliyotida obzorchi dushmanlashib qolgan yozuvchi shoirlarga baho va tanqid yurgizgandimi, o'xshashlar idrokiy prinsip va adabiy obzor o'lchamining ishki taqozosidan hargiz chatlamaslik kerak. Undaq bo'lmasa, yozgan obzor yomon niyatlik haqoratlash va bishamlik bilan hujum qilish bo'lib qoladi. Demak, obzorchi pokit va asarning ishki mazmuni asosida tahlil va baho yurgizish lozim. So'zda asos bo'lmagan obzorchi quruq gap qiladigan obzorchi hisoblanadi. Baholash iqtidoriga ega kishi muhitga ta'sir ko'rsata oladi degan gap bor. Bu gap adabiy obzorning iqtidori va rolini tushuntirib berdi. Albatta, adabiy obzor, adabiy asar va fikr iqimi hodisalarga bo'lgan tahlil va baho orqali o'qirmanlarning o'qishiga ham adiblarning asar yozishiga aktiv ta'sir ko'rsatib, adabiyot va ijtimoiy ma'naviy muhitning sog'lomligini qo'g'daydi. Angliyalik adabiyot obzorchisi Matthew Arnold obzor ideyaviy tartib o'rnatalaydi. Garchi u mutlaq to'g'ri bo'lmasa-mu, hamon ilgarigidan to'g'riroq bo'ladi. U yana eng yaxshi ideyani ustunlikka ega qilishi mumkin. Adabiy ijodiyat dal mushu asosda gullanadi, deb ko'rsatgan. Agar bir obzorchining kasblashgan sharhlari va baholari qoyil qilish kuchiga ega bo'lsa, bara-bara noposliklab, uning obzorlari o'qirmanlarning adabiy asarlarini tushunish va zo'qlanish qiblanomasi bo'lib qoladi. Ham yozuvchilarning ijodiyatiga yetaklash xarakterlik ta'sir ko'rsatadi. Pushkin aytgandek, adabiy obzor bir turlik fan. Adabiyot san'at asarlarining go'zalligini va xunukligini ichib beradigan fan. Fanga tutilgan ilmiy pozitsiya yetarli bo'lmagan joyda saqtiliq yamrab ketadi. Adabiyot sohasimizdami g'oyasi namrat, iroda kuchi ojiz, ruhiy dunyosi zaif, san'at o'lchami ziyoda to'van, o'ltirsa qo'psa, maqtash so'zlarini tomo qilib, to'rt tarafga talmirib yashaydigan qalamkashlar xeyli bor. Bu xildagi atalmish qalamkashlar asarlarining tanqid o'tkilidan o'tkazilishini hargiz xohlamaydi. Bundaq adiblar qalamkashlarning erkak kishisini, asarlarning yaxshi yomonini ayiradigan o'tkal hisoblanadigan adabiy obzordan chayondan qo'rqqanda qo'rqadi. Adabiy obzor yozuvchi shoirlarni mahorat jihatdagi ojizligi, ma'naviyat, fikr va bilim jihatdagi namratligi haqida qayta o'ylanishga da'vat qilib, o'zlariga yuqori talab qo'yishni o'rgatadigan fan. Adabiy tanqidga bardoshlik bera olmaydigan, faqat madhiya maqtashlardanla madad oladigan har qanday qalamkash adabiyot ko'chisida qancha so'kildimisin baribir e'tiborga erisha olmaydi. Balzak Napoleon alam bilan o'rinlay olmagan ishlarni men qalam bilan o'rinlayman debdigan. Vujudida bundoq buyuk irodani tiklagan yozuvchi madhiya so'zlardan mast bo'lish, tanqidiy baholardan qayg'urishdan to'liq yiroq turadi. O'ziga ishonchisi bor, ilgarilashni orzu qiladigan, o'zini takomillashtirishni o'ylaydigan, masalalarni haqiqat nazari bilan kuzatish jasoratiga, chilliq bilan soxtalik ustida muloyiza yurgizish farosatiga ega, ilmiy pozitsiyasi kuchli adiblar uchun adabiy obzor ularning ilgarilash yo'lidagi palampaydan iborat. Donald Bonskat agar bir yozuvchining tanqidni qabul qilishida g'ayrati bo'lmasa, undaqda u yozuvchi bo'lishdan so'z ochmasimi bo'ladi degan edi. Milliy adabiyotimizni gullantirishni chin ko'nglidan orzu qiladigan har qanday qalamkash o'zida oldi bilan adabiy obzorga ilmiy, to'g'ri, bemalol pozitsiya tuta oladigan safoni hozirlashi, shundaqla tanqidga bardoshlik bera oladigan hayotiy kuchi kuchli asarlarni yoritish yo'lida tinimsiz izlanishi kerak. Amaliyotni tan olgan asosda shundaq deymizki, bizning obzorchiligimiz bek oddiy va ojiz holatda turibdi. Bundaq bo'lishida har turli sabab bor.
Muhimi, kishilarning o'zlik engining uyg'onishi yetarlik emas. Bizning ma'rifimiz o'zlik engini muayyanlashtirishga ahamiyat bermaydigan ma'rif hisoblanadi. İlim-fan atmosferasidimi, ilim-fan demokratiyasi yetarlik emas. Nopuzning besimi kuchlik. Shaxsning o'zlik eng uyg'onsa, tanqidiy ruh va gumanitarlik taraqqiy qiladi. Chunki jimi narsa o'zlik nazarining taftish qilishidan o'tsa, an'anaga qarog'ularcha cho'qinishdan, nopuzga qarog'ularcha bosh egishdan saqlanqili bo'ladi. Angliyalik mashhur mutafakkur Karl Popper İçivitilgan jamiyat va uning dushmanlari degan katta asrida İçivitilgan jamiyat xurofiylarcha ishonish va qarg'ularcha bo'ysunishga qarshi turib, tanqidiy idrokiy ruhni tashabbus qiladi deb ko'rsatgan. Madaniyat muhitidagi mana shunday sabablar tufaylidan bizning obzorchiligimizda oddiylik ham ojizlik holati saqlanib turmoqda. Oddiylik kasbiy bilimi yetarsiz bo'lish, tahlil qilish, baholash iqtidori yuza bo'lish masalasiga berib taqalsa, ojizlik obzorchilarning alohida ma'naviy xarakterining mukammal emasligiga berib taqiladi. Obzorchi alohida ma'naviy xarakteri orqali o'zining obzorchilik xizmatini qanot yaydira oladi. Bu xil alohida ma'naviy xarakterning negizi haqiqatga bo'lgan e'tiqod va badal to'lashga tayyor turadigan jasoratdan iborat. Bir qism obzorchilarning yetarli kasbiy bilimi bo'lsa-mu, haqiqiy o'tkir, vijdonan, prinsiplik tanqidlarni o'tirg'i chiqara olmaganligi sababidan adabiy obzorchilik sohasi bak zaiflashib ketdi. Bir qism obzorchilar boshqalarga yomon bo'lishdan ansirab, xo'sh-xo'sh deb qo'l qovushtirib turadigan itoatman do'stlarga aylanib ketdi. Bir qism adabiy obzorchilar jahonning raftoriga kirib olgan jon baxtilarga aylanib ketdi. Adabiy obzorchilarning bo'shanligi tufayli axlat asarlarga, mas'uliyatsiz adiblarga idrokiy ogohlantirish berishga petina olmaydigan vaziyat shakllandi. Bilish kerakki, adabiy asarlarni tanqidsiz qabul qilish adabiyotni xaroblashtiradi. Boshqalarga qarshi chiqmagan sharoitda aldamchilik, mas'uliyatsizlik kuchayib beraveradi. Adabiyot obzori deb atalgan mustaqil bir fandan, uning milliy adabiyotga bo'lgan xizmatidan nadiki bir odamlarning xohishiga qarab voz kechishga bo'lamdi. Adabiyot obzorchiligi bir xil kasbiy sharhlash va baholash harakati. Adabiy obzorchi adabiy asarlarning qimmatini zeraklik bilan boyqaydi, ham bu xil qimmatni cho'nqur ichib beradi. Adabiy obzorchi adabiy asarlarning qimmatini sharhlashda, ya'ni qimmatiga baho berishda adabiyot nazariyasiga va sistemalik jamiyat, madaniyat bilimlariga asoslanadi. Bu adabiy asarga baho berganda real qatlam bilan estetikalik qatlam nuqtasidan baho beriladi deganlik. Asarga umumiy baho berganda estetikalik baho asos qilinadi. Real o'lcham estetikalik o'lchamga bo'ysunadi. Adabiyot obzorchisining vazifasi adabiy asarlarning ahamiyatini nazariyaviy nuqtadan chiqib sharhlash, adabiy asarlarning real ahamiyatini va estetikalik ahamiyatini kasbiy til bilan tushuntirishdan iborat. Adabiyot obzorchisi mushu jarayonda adabiy asarlarning utuqi va kamchiligiga yotadigan taraflarni ilmiy va poklik tahlil qiladi. Bu xil tahlil adabiy asarning ideyaviy xohishiga, shakliga, ifodalash usuliga qaratildi. Adabiyot obzorchiligi bilan shug'ullanayotgan obzorchilar adabiyotning ko'p qatlamli xarakteriga qarata o'xshashmagan obzorchilik nazariyasini qo'ral qiladi. Har bir obzorchi o'zining qimmat qarashiga asosan adabiy asarning ma'lum alohida tarafiga bakrak diqqat qiladi hamda o'xshashmagan nuqtadan chiqib adabiy asarlarning qimmatini tushuntiradi. Mening obzorchilik uslubim badiiy tahlil bilan ideyaviy tahlilni birlashtirib baholash ilib berish, adabiy obzor bilan ijtimoiy obzorni birlashtirib muhokama yurgizish. Menimcha, bu estetika tarixidagi estetikalik bilan tarixiylik birlashtirilgan obzorchilik an'anasiga tushadi. Biz uchun hozir muhimi obzorchi adabiy o'lcham orqali ma'lum asarning adabiy asar ekanligi yoki emasligiga hukm qila oladigan bo'lish bo'lib qoldi. Chunki adabiy asarlarni tanqidiy yo'sinda ko'zish odati shakllanmagan.
Nopuzluq adiblarga go'daklarcha qizg'inlik ko'rsatadigan bir jamiyatda adabiyotning tushkunlashishi kuchayib, sopasi yo'q yozuvchilarning so'ran cho'qonlari og'ib, qimmati yo'q asarlar yamrab ketadi. Biz dal mushundaq benormal adabiyot muhitida turyapmiz. Шуңа obzorchilikning asosiy mavqasini haqiqiy adabiy asarlar bilan soxta adabiy asarlarni ko'rsatib berishga qo'yishga to'g'ri kelyapti. Ziyolilik milliy madaniyatning mavjudlik holatini sezgirlik bilan ko'rsatib turish va uning yuzlanishini yetaklash bilan o'lchindiganligi bugungi dunyoda o'rtaq e'tirof qilinadigan qarash bo'lib qoldi. Ziyolilik etiklik ma'nosidan olganda o'zi tava madaniyatga mas'ul bo'lish jasoratini bildiradi. Mushundan olganda o'ziga xos obzorchilik stili va obzorchilik individualligi bor obzorchi bo'lish oldi bilan milliy adabiyotning sog'lom taraqqiyotiga va borgan sari gullanishiga turtki bo'ladigan haqiqiy adabiy obzorchilikni shakllantirish jasoratiga ega obzorchi bo'lish bilan ifodalanadi. Adabiy obzor o'lchimining cheklamasiga ahamiyat bergandala, ondan unumli tanqid orqali yeziqchilik tushkunligini va mas'uliyatsizligini cheklagili bo'ladi. Uyg'ur adabiyotida adabiy obzorchilikning ojiz bo'lishi mas'uliyatchan, masala eng kuchlik, yuz qarmay rost so'zlayoladigan obzorchilarning yo'q deyarlik bo'lishi bilan munosabatli. Siliq sipoyi obzorchi bo'lish obzorning qimmatini bakli tuvaltib etadi ham ziyonli oqibat shakllantiradi. Germaniyalik faylasuf Schopenhauer siliq sipoyilik ijtimoiy munosabatda o'z ma'nosiga ega, lekin adabiyotda bir xil yotlashgan hamda ko'pincha ziyonli omil. Chunki u kishini razillikni xayrlik, nejaslikni go'zallik deb qarashga majburlaydi. Pen bilan san'atning oliyjanob maqsadi shuning bilan dafsand qilinadi deb ogohlantirgan. Prinsipchanligi, reallik tuyg'usi yo'q, tanqid ruhi sus, mas'uliyat eng ojiz, siliq sipoyi obzorchi bo'lish adabiyot munbirida odamgarchilikning obzori, xushamat obzori, guruh obzori, manfaatparastlik obzori degandek chaqin obzorchilikni avj oldirib etadi. Shubhasizki, bundaq obzorchilar o'qirmanlarning ishonchisidan mahrum bo'lib qoladi. Shunga obzorchi kelsi kelmas maqtaydigan yaxshi obzorchi bo'lishdan yoki o'zini oyab jimda turib oladigan bichora obzorchilardan bo'lishdan hazar aylishi, odil, haqqoniy obzorchi bo'lishi, asarga bevosita yuzlanishi, asarning avtori bilan hisoblashmasligi lozim. Boshqalarga yomon bo'lishdan qo'rqib, hammani maqtaydigan yaxshi obzorchi bo'lish. Nopuzi bar yozuvchilarning qosh qopig'iga qarab, tinch, oromxo'da o'tishni xohlaydigan siliq sipoyi obzorchi bo'lishning ziyini nihoyatda zo'r. Buni biz mashhur rus adabiy obzorchisi Belinskining muni so'zidan aniq his qila olamiz. Belinski mundaq degan: "Har doim tinch va oromxo'da o'tishni xohlasang, gaping hamma yerda tatliq bo'laversa, muloyimda bo'lsang, qandoq bo'ladi demamsan? U holda vijdonsizlik, aldamchilik, nodonlik uchun keng yo'l ochiladi. Hech kim u illatlarni fosh qilmaydi. Oxiri haqiqatning qudratli xitobini aytadigan odamni chiqmay qoladi." Hozirgi tovar jamiyatida mubolag'achilik, yo'g'on gap qilish, davronchilik kalkundek yomrab ketdi. Cho'chirxona ochgan odam o'zini cho'chira podshohi deb atashdan uyalmaydigan bo'lib ketdi. Yozuvchi shoirlar orasidami o'ziga qattiq talab qo'ymasdan maqtanishga herisman bo'lish, do'st tortib maqtanish, yuqur-to'van qatrab to'n kiyish halakchiligida chirib yurish, shu orqali adabiyot osmonidagi cho'lpon bo'lishni ko'zlash, asarning sifati bilan hisoblashmasdan soni bilan hisoblashib kitob chiqarib obraz qurilishi elib berish xohishi odamni cho'chitidek darajada ko'payib ketdi. Ularning bundaq bichorlarcha erishganlari amaliyotda adabiyotga qilingan osiylik va o'qirmanlarga qilingan ziyonkashlik. Yomon yeri shuki, bundaq nomuvofiq urinish va ahmoqona harakatlar yamrab ketsa, asosiy iqimga aylanib, go'yo normal ishdek bilinadigan bo'lib ketadi ekan. Amaliyotda shundoq bo'lib ketdi. Mashhur yozuvchi Lev Tolstoy
odamlar ko'ndirilish orqali har qanday ishga odatlanadi. Hatto eng nachar ishlarga ham odatlanadi. Xuddi kishilar ichib qolgan yemaklikka, tamoqiga, afyunga, haraqqa odatlanganiga o'xshash nachar san'atga ham odatlanib ketadi deb ko'rsatgan. Darvaqa nachar san'atga odatlanib ketgan avam sifatsiz asarlarni va qobiliyatsiz yozuvchi shoirlarni rad qilmaydigan bo'lib ketadi ekan. Talab tuvan bu xil o'qirmanlarning bozor shakllantirishi sifatsiz asarlarning yo'lini texmo ravonlashtirib etadi ekan. Bundaq ahvolda yana bo'lmagandan bo'lgani yaxshi deb ilmga yot oddiy gaplar bilan sog'lom bo'lmagan kayfiyat paydo qiladigan atalmish kang qo'rsoq kishilarmi o'tirg'a chiqadi ekan. Natijada axlat asarlar bilan mas'uliyatsiz qalamkashlarga erkin ozoda bo'shliq yaratildi ekan. Hozir bizning milliy adabiyot munbirimizda hukm surayotgani dal mushundaq kayfiyat bo'lib qoldi. Mushundaq ahvolda bir obzorchiga nisbatan bugungi kunda qanday qilganda o'zining ruhiy fazilatini, mustaqil tanqid ruhini va qimmat egizligini imkon qadar saqlab qilish bir muhim masala bo'lib qoldi. Biz adabiy obzorga shuning uchun muhtojki, barliq adabiy asar yoki adabiyot tadqiqoti hargizmi sop, astoydil, salmoqli va yoki foydali bo'lavermaydi. Biroq u obyektiv adabiy obzorning barliq o'lchamlarga uyg'un kelgandala, sop, astoydil, foydali narsaga aylanadi. Dangliq adabiyot obzorchisi Li Jianjun aytgandek, mushundaq ahvolda adabiy obzorning ustiga elish zarur bo'lgan mas'uliyat etikasi o'z davridagi adabiyotni chin va ishonchli hukmlar bilan ta'minlash orqali uni aktual ishlab chiqarishchanlikqa ega aytim kuchiga aylantirishdir. Konkret aytganda, o'qirmanlarning ayni ahvolini tushunishiga yordam berish, shuning bilan birga bir xil chekliguvchi kuch sifatida yozuvchilarning asarlariga nisbatan qimmat va sifat nazoratchiligi elib berishdir. Bu maqsadga yetish uchun adabiy obzorchilar xolislik, botirlik fazilatini joriy qildirib, kasbiy bilimini va kesishma pallar jihatdagi bilimini ko'paytirib, xiris qilishga jur'at qilishdek qaynoq hissiyoti va jasoratini urg'utib, adabiyotning umumiy ahvolini yuksaltirishga foydali qarashlarni, o'ylantirish kuchi bor muhokimalarni, qabul qilishchanligi kuchli baholarni, cheklash kuchi kuchli o'tkir tanqidiy fikrlarni o'tirg'a qo'yish lozim. Adabiy obzorchi obyektiv, ilmiy, odil, to'g'ri bo'lishga ahamiyat berishi, ma'lum adib yoki asarni oshirib maqtash yoki qarshi tarafni asossiz so'kish qilmishini sodir qilishdan qat'iy saqlanishi lozim. Bunda qilmish obzorchilikning izzat hurmatini yerga uradi. Obzorchi o'zining lilloligi, o'tkir fikrlikligi va jo'shqin jonliqligi orqali yeziqchilikdagi axloqiy tushkunlikni va mas'uliyatsizlikni to'sib, obzorning izzat hurmatini oshirishi lozim. Schopenhauer aytgandek, o'lchamdan ortiq berilgan doridan manfaat bo'lmagandek, adolat o'lchami chegarasidan chiqib ketgan dashnam tanqiddanmi manfaat bo'lmaydi. Shunga adil, lilla bo'lish prinsipidan chatnamaslik, asossiz tanqid qilishdan saqlanish kerak. Albatta, adabiy obzorni fan deb qaraydigan madaniyat muhiti kamchil, normal talash tortish va zurur bas munozirni inoqsizlik deb qaraydigan qatmal muhitda adabiy obzorchilik tanqidlashni asos qilishdek xos aloyligi bilan uncha bak qarshi ilinib ketmaydi. Bundaq muhitda haqiqiy bir obzorchi osonla xato tushunish va dushmanlikka duchor bo'lishdan saqlanolmaydi. Lekin mas'uliyatchan, talabchan, sifat eng kuchli, ilmiy atmosferasi kam muhit bilan qarshilasha oladigan ilmiy jasoratga ega haqiqiy bir obzorchi yozuvchidan keladigan dushmanlik va ziyonkashliklarga bardoshlik berish kuchiga ega bo'lishi kerak. Dangliq adabiy obzorchi Li Jianjun davrimiz va adabiyotimizning dushmanlari degan maqolasida bu to'g'riliq mundaq degan.
ruhiy jihatdagi qaysarlik va xarakterdagi qat'iylik obzorchilarga nisbatan aytganda muhim ahamiyatga ega. Agar itoat qilmaslik ruhi va qarshilish jasorati bo'lmasa, obzorchi o'z davri va adabiyotini qimmatga ega qarashlar bilan ta'minlayolishi nihoyatda tez. Chunki bir jasoratsiz kishi masalaga to'g'ri qarashga, rost so'zlashga jur'at qila olmaydi. Halbuki rost so'zga yoshiringan haqiqatlar qimmatga ega bo'lib, kishilarning hurmat bilan quloq selib anglashiga muyassar bo'la oladi. Qisqasi, milliy adabiyotning gullanishiga amaliy, ijobiy tuhfa qo'shish istagi kuchli bir obzorchi bo'lish oson emas. Mening adabiy obzorchilik bilan shug'ullanib kelayotganimga 25 yil bo'ldi. Shuni to'nib yetdimki, adabiy obzorchilik sohasida yoki mundaq ziddiyatlardan xoli bo'lg'il bo'lmaydi. Yiqilib qo'pishlar doim yuz berib turadi. Ammo milliy adabiyotning taqdiriga ko'ngil bo'ladigan bir obzorchida yetarlik ilmiy jasorat bo'lmasa bo'lmaydi. Dangliq obzorchi Jo Yochang o'kingandek, hozir bizning adabiy obzor qo'shinimizda xush xabarchi so'p-so'pyanglar ko'payib, temir tumshuqlar oz qoldi. Yetakchi kuchga boy, estetikalik tarixiy qarashlarda ching turadigan, estetikalik o'lchamlarni pastlashtirish xohishiga qarshi kurash qila oladigan, ijtimoiy qimmatga hukm qilishga jur'atlik, ma'naviy qimmatlarni gavdlantiradigan, prinsipda ching turadigan, axloqiy mizonini yo'qotib qo'ymagan, millatning orzu-istikini namoyon qiladigan, san'at ilhomiga boy, ideya yuksakligiga ega mustaqil qarashlar bilan to'lgan, hayotiy kuchi urg'ib turgan, g'oyisiz, qobiliyatsiz, ammo shuhratparast qalamkashlarga yuz xotira qilmaydigan, imtiyozliqlarga cheqilish jasoratiga ega, kurashchanlik ruhi ustun adabiy obzorchilikni shakllantirish uchun temir tumshuqqa o'xshash xislatga ega haqiqiy obzorchilar qo'shini bo'lishi kerak. Nurg'un kishilar adabiy obzor maqtashni, muayyanlashtirishni, ilhom berishni asos qilish kerak deb qaraydi. Ular adabiy obzorchilarning siliq so'zlik bo'lishini talab qiladi. Vaholanki ular madhiyalashni asos qiladigan obzorchilikning cheklash kuchi bo'lmaydiganligini, Chingiz Aytmatovning haqiqiy obzorchi illiq so'zga goday keladi degan mashhur so'zni bilmaydi. Yaxshilikni talabchanlikdan a'lo biladigan bu xil kishilar ijtimoiy aloqada zurur bo'lgan siliq sipoyi muomalaning ilm munbirida, kasbiy sohada intayin yomon oqibat paydo qiladiganligini xiyoliga keltirishmaydi. Shunga men shundaq deymanki, mavjud holatga qanoat qilish obzorchining xislati emas. Men shuning uchun obzor yozaman. 2012-yili 1-oyning 5-ida yozildi. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Kirishtirgan muzikani Dilfiroz G'ani ishlagan. 2019-yili 10-oktyabr janvada unga ilinib tayyorlandi.